Bu meni eng katta sirlarimdan bittasi edi, lekin mayli, sizlar uchun uni ochamiz. Xo'sh, o'rtoqlar, o'sha kun keldi. Sizlarning eng ko'p beradigan savolingizga bugun javob beramiz. Bu ham bo'lsa, kruassanlarning ustiga nima sepasizlar deb savol berasizlar. Kruassanning ustiga maxsus tuxumli smaska sepamiz. Agar jiddiy gaplashadigan bo'lsa, u hech qanaqa sir emas. Bu tuxum bilan tuxum sarig'i ma'lum bir proporsiyada. Uni men описаниеda retseptini yozib ketaman. Kraskapult yordamida sepamiz. Nimaga sepamiz, nimaga kisichkada surmaymiz? Sababi juda ham oddiy. Kraskapultda sepganingizda ancha tezroq bitadi, ya'ni vaqt tejaysiz va oshib chiqqan kruassanning ichi to'la havo bo'ladi. O'shani hisobiga mana bunaqa liqillab turadi. Kisichkada surayotganingizda uni o'tkazib qo'yish ehtimolingiz bor. Sepayotgan smaskangiz bir tekis kruassanning ustiga o'tiradi. Hozir kruassanlarimiz oshib chiqqan, ustiga tuxum sepamiz va pishirishga yuboramiz. 173 gradusda 18 daqiqa pishiraman. Bizlarning kruassanlar pishdi. Endi eng chiroylisini olib sizlarga kesib ko'rsatmoqchiman. Lekin hammasi chiroyli-da, nima qilay. Buni g'ovaylaridan qaranglar. Bunisi faqatgina pechkadan svejiy pishib chiqqan kruassanni yeb ko'rganlar buni mazasini biladi. Agar sizlar ham bilmoqchi bo'lsanglar, krem bekeridan buyurtma qilsanglar bo'ladi. Har kuni soat 9 dan 10 gacha sizlarga xizmat etamiz. Yeb ko'rib o'zingizlar baho berishingiz mumkin.